Eng arzonidan ham $5000 arzoniga o'rtoqlar lokatsiyaga bitta ahamiyat bering. To'g'rizda Magic City. Bu tomon Narxo'zi ko'chasi hammanglar yaxshi bilasizlar. Shuna Toshkent City ham ko'rinib turibdi. Biz sotayotgan uyimiz ham mana shu 16-domda. Endi esa uyning ichiga marhamat. Bu birinchi xonamiz, ya'ni zalimiz bo'ladi. O'rtoqlar uyimizni remontiga ahamiyat bering. Uyimizni remonti top-toza holatda va kirib yashashingiz uchun tayyor holatda turibdi. Zalimizni bu tomonidan ham bitta ko'rsataman. Ko'rishinglar mumkin. O'rtoqlar narsalari ham bor. Shunda olib arendaga bersanglar ham yutasizlar. Bu tomonimizda prixoshkasi bo'ladi. Podyezddan shunday kirishingizdan chap tomonda zal, to'g'rida kuxnya, keyin spalnya xona, bu yerda hojatxona, vanna. Xullas, xonalar ham alohida, sanuzel ham alohida. Bitta tomonini aytib o'tay, uyimiz ham общий koridorda joylashgan. Bu tomonimizda esa kuxnya bo'ladi. Kuxnyaga ham ahamiyat bering. Shinamgina, chiroyligina va hamma sharoitligi bor. Videoda hammasi ko'rinib ham turibdi. Bu tomonga kiradigan bo'lsa, spalnya xonamiz. Spalnya xonaga ham ahamiyat bering. Remontlari top-toza holatda. Aytmoqman, olib arendaga shu holatida bersangiz ham $600 dan kelib turadi. O'rtoqlar bu yerda hojatxonasi, bu yerda esa vannasi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu uyimiz ham Drujba Narodovda joylashgan 16-dom, 13-kvartira, 2 xona 5-qavatda joylashgan jami 9 qavatli frantsuzskiy planirovkali domda. Eng qiziq joyi narxiga keladigan bo'lsa, eng arzoni $97000 so'raymiz. Bu atrofdan любой joydan so'rab surishtirsangiz ham bunaqa narxga topa olmaysiz. Raqamlarimiz turibdi, bemalol aloqaga chiqib, uyimizni ko'rib baraka qilsangiz bo'ladi.